بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع والعشرون. 29 ders. Basura ko'rdi, yabsuru ko'ryapti, ubsur ko'rgin. Qaruba yaqin bo'ldi, yaqrubu yaqin bo'lyapti, yaqin bo'ladi yoki uqrub yaqin bo'lgan. Ba'uda uzoq bo'ldi, uzoqlashdi. Yab'udu uzoqlashyapti, ub'ud uzoqlashgan. Kabura katta bo'ldi, yakburu katta bo'lyapti, ukbur katta bo'lgan. Sag'ura kichkina, kichraydi, yasg'uru kichrayapti, usg'ur kichkina bo'lgan, kichraygan. Kasura ko'paydi, yaksuru ko'payyapti, uksur ko'paygan. Kamula mukammal bo'ldi, yakmulu mukammal bo'lyapti, ukmul mukammal bo'lgan. Sharufa sharafli, ya'ni oliyjanob bo'ldi, yashrufu oliyjanob bo'lyapti, ushruf oliyjanob bo'lgan. Ya'ni bu yerda fe'lning 3ta qismi zikr qilinyapti: mozi, muzori va amr fe'llari. Shug'lun mashg'ulot, ashg'olun mashg'ulotlar, amalun ish, a'malun ishlar, jaridatun gazeta, jaroidu gazetalar. Lug'atun lug'at, lug'atun lug'atlar, kalimatun so'z, kalimatun so'zlar, kalamun jumla, ya'ni gap, kalimun jumlalar, gaplar, arabiyun arabcha, farisiyun forscha, turkiyun turkcha, rusiyun ruscha, hasanun chiroyli, hisanun chiroylilar, qabihun xunuk, qibahun xunuklar, ajibun ajoyib, g'aroyib, ajaibu ajoyiblar, g'aroyiblar, yasirun yengil, asirun og'ir. Al-jumalul arabiyyatu arabiy gaplar. Basura zaydun bihadha shay'i, zayd bu narsa bilan ko'rdi. Hal basurta bihi, uni ko'rdingmi? Basurtu bidhaka shay'i, ana u narsa bilan yoki ana u narsani ko'rdim. Qaruba al-ana vaqtud dars va ma qaruba vaqtus solah. Hozirgina dars vaqti yaqinlashdi, namoz vaqti esa yaqinlashmadi. Qaruba akhiruz zaman, oxirgi zamon yaqinlashdi. Qaruba shahru ramazon, Ramazon oyi yaqin bo'ldi, yaqinlashdi. Qarubat ayyamul idi, hayit kunlari yaqinlashdi. Ba'uda shahru ramazon al-madi, o'tgan yilgi Ramazon oyi uzoqlashdi. Ba'udatis sanatul madiyatu va qarubatis sanatul atiyatu. O'tgan zamon uzoqlashdi, kelgusi zamon esa yaqinlashdi. Ba'udal yawma vaqtu solatiz zuhri, bugun peshin namozining vaqti uzoq bo'ldi, uzoqlashdi. Kabura ibni al-kabir, katta o'g'lim katta bo'ldi. Kaburat ibnati as-saghira, kichkina qizim kattalashdi. Kabura waladu hadha ar-rajuli jiddan, bu kishining bolasi judayam kattaydi. Saghura waladu dhaka ar-rajul, ana u kishining bolasi esa kichraydi. Kaburat awraqu hadhihi ash-shajarati, bu daraxtning barglari kattalashdi. Kaburat ibnati as-saghiratu, kichkina o qizim kattalashdi. Kaburat awraqu hadhihi ash-shajaratidan keyin ma kaburat athmaru tilka ash-shajarati, ana u daraxtning mevalari kattalashmadi. Saghura waladu xodimina jiddan, bizning xizmatchimizning bolasi juda kichrayib ketdi, kichraydi, kichiklashdi yoki. Saghurat awraqu ashjari hadiqatina fi hadhihi as-sanati, bu yili bog'imiz daraxtlarining barglari kichraydi.
Kathura thamanu hadhal ghaniyyi. Bu boyning puli ko'paydi. Kathura avladu hadhal faqiri. Bu kambag'alning bolalari ko'payib ketdi, ko'paydi. Kathurat kutubi fi bayti. Kitoblarim uyimda ko'paydi. Kathurat ashghalu hadhal xodim. Bu xizmatchining mashg'ulotlari ko'paydi. Kamula hadhal amal. Bu amal mukammal bo'ldi. Ma kamula hadhal kitabu fi hadhihi sanati. Bu kitob bu yilda mukammal bo'lmadi, yakuniga yetmadi. Ashghalu hadhal rajuli kathiratun. Bu kishining mashg'ulotlari ko'pdir. Ashghaluna qalilatun. Bizning mashg'ulotlarimiz ozdir. Hadha ash-shughlu yasirun. Bu mashg'ulot osondir. Zaka ash-shughlu asirun. Ana bu mashg'ulot qiyindir. Hadha al-amalu hasanun. Bu ish chiroylidir. Amalu Zaydin qabihun. Zaydning amali xunuk. A'malu sulahai hasanatun. Solihlarning amallari, ishlari chiroylidir. A'malul fasaqati qabihatun. Fosiqlarning ishlari esa xunukdir. Al-a'malul hasanatu tayyibatun wal a'malul qabihatu khabithatun. Yaxshi amallar, ya'ni chiroyli ishlar yaxshidir. Xunuk ishlar esa yomondir. Hadhihil jaridatu arabiyyatun. Bu gazeta arabchadir. Tilkal jaridatu turkiyatun. Ana bu gazeta turkchadir. Al jaraidul farsiyatu qalilatun fi biladil farisi. Forscha gazetalar Fors diyorlarida ozdir. Al jaraidul arabiyyatu kathiratun fi biladil arabi. Arabiy gazetalar Arab shaharlarida ko'pdir. Al jaraidu turkiyatu kathiratun fi biladit turki. Turkcha gazetalar Turk shaharlarida ko'pdir. Hadal khabarul ajibu kutibat fi jaridatin turkiyatin. Bu ajoyib xabar turkcha gazetada yozildi. Tilkal jaridatul arabiyyatu mashhuratun. Ana bu arabcha gazeta mashhurdir. Hadhihil jaridatu turkiyatu jadidatun. Bu turkcha gazeta yangidir. Akhbaru hadhihil jaridati turkiyati ajibatun. Bu turkcha gazetaning xabarlari ajoyibdir. Lughatul jaraidil arabiyyati arabiyyatun va lughatul jaraidit turkiyati turkiyatun. Arabiy gazetalarning tili arabcha, turkcha gazetalarning tili esa turkchadir. Lughatun nasi kathiratun. Insonlarning tillari ko'pdir. Lughatuna turkiyatun. Bizning tilimiz turkchadir, turkiydir. Lughatu ba'din nasi arabiyyatun va lughatu ba'dihim farisiyatun. Ba'zi insonlarning tili arabcha, ba'zilarining tili forscha. Al-lughatul arabiyyatu asiratun val lughatul farsiyatu yasiratun. Arab tili qiyindir, fors tili osondir. Al-lughatul yasiratu qalilatun. Oson tillar ozdir. Al-lughatut turkiyatu minal lughatil yasirati jiddan. Turk tili judayam oson tillardan hisoblanadi, tillardandir. Hadhihil kalimatu arabiyyatun. Bu so'z arabchadir. Al-kalimatul arabiyyatu hasanatun. Arabcha so'zlar chiroylidir. Hadhihil kalimatu asiratun. Bu so'zlar qiyin. Hurufu hadhihil kalimati kathiratun. Bu so'zning harflari ko'pdir. Hurufu aksaril kalimati qalilatun. Aksar so'zlarning harflari ozdir. Hadhal kalamu tawilun. Bu gap uzundir. Ba'dul kalimi qasiratun. Ba'zi gaplar qisqadir. Kalamuka ajibun. Sizning gapingiz ajoyibdir. Hadhal kalamu arabiyyun. Bu gap arabchadir. Kalamu hadhal rajuli hasanun. Bu kishining gapi chiroylidir. Al kalimut tayyibatu hasanatun. Yaxshi gaplar chiroylidir. Amalu Zaydin yasirun va amaluka asirun jiddan. Zaydning ishi yengil va amaluka va sizning ishingiz juda og'irdir. A'malul khayyatina yasiratun va a'malul hammalina asiratun.
Xayyatina deb tikuvchilar. Tikuvchilarning ishlari yengil, yuk tashuvchilarning ishlari og'irdir. Hammalina bu yuk tashuvchilar. Hazar rajulu arabiyyun, bu kishi arabdir. Ana turkiyun, men turkman. Nahnu atrak, bizlar turklarmiz. Avladu turki azkiya, o turklarning bolalari donodurlar. Va avladul arabi uqala, u arablarning bolalari aqllidirlar. Huwa hasanun, u chiroyli, hum hisanun, ular chiroylidurlar. Hazal fasiqu qabihun, bu fosiq xunuk. Haulail fasaqatu qibahun, ana bu fosiqlar xunukdirlar. Hal qara'ta al-yawma jaridatan arabiyatan? Na'am qara'tuha. Bugun arabcha gazeta o'qidingmi? Ha, qara'tuha, uni o'qidim. Ya'ni qara'tuhadagi hadan murod arabcha gazeta. Arabcha gazetani o'qidim. Maza qara'ta fiha? Unda, ya'ni arabcha gazetada nima o'qiding? Qara'tu fiha, unda, ya'ni arabcha gazetada akhbaron ajibatan, ajoyib xabarlarni o'qidim. Mimman sami'ata hazal khabaral jadida? Bu yangi xabarni kimdan? Mimman, bu minman bo'lgan. Ya'ni kimdan eshitding? Ma sami'atuhu min ahadin, uni birortasidan eshitmadim. Bal qara'tuhu fi jaridatin turkiyatin amsi sabahan, balki uni kecha ertalab turkcha gazetada o'qigan edim. Hal qaruba vaqtu dars? Dars vaqti yaqinlashdimi? Naam qaruba al-ana jiddan, ha, hozir judayam yaqinlashdi dars vaqti. Mata kamula darsu muallimukum? Muallimingizning darsi qachon mukammal bo'ladi? Bo'ldi. Kamula anifan hinama dakhalta min al-bab? Hozirgina eshikdan kirgan paytda mukammal bo'ldi. To'liq bo'ldi. Jaridatu yulduza turkiyatun, yulduz gazetasi turkchadir. Ya'ni turkiy tilda yozilgandir. Quyidagi so'zlarni arab tiliga tarjima qiling. Zayd ana bu narsani ko'rmadi. Ma basura Zaydun zaka shay'a? Sen bu narsani ko'rmading. Anta ma basurta hadha shay'a? Men bu narsalarni ko'rdim. Ana basurtu hadhihi al-ashya'a. Hozir peshin namozining vaqti yaqinlashdi. Qaruba al-ana vaqtu solati zuhri. Dars vaqti uzoqlashdi. Ba'uda vaqtu darsi. Sening bolang ulg'aydi, ya'ni kattalashdi. Kabura waladuka. Bu daraxt kichraydi. Saghura hadha ash-shajaru. Ana bu tosh kichraymadi. Ma saghura zakal hajar. Bu yil bog'imizning daraxtining barglari kattalashdi. Kaburat awraqu shajari hadiqatina fi hadhihi as-sanati. O'tgan yili mana bu bitta daraxtning mevalari kichraydi. Saghurat athmaru hadhihi ash-shajarati fi as-sanati al-madiyati. Bu yilda otamizning pullari ko'p bo'ldi. Kathura amwalu abina fi hadhihi as-sanati. Ya'ni pullariga beda asmanuni aytsa ham bo'ladi. Kathurat asmanu abina, otamizning pullari fi hadhihi as-sanati, bu yilda ko'p bo'ldi. Bugun xizmatchilarimizning ishlari ko'p bo'lmadi. Ma kathurat a'malu khuddamina al-yawma. Ishim oxiriga yetdi. Kamula amali. Bu shogirdlarning darslari oxiriga yetdi. Kamulat durusu haula'i talamizi.
Bu xizmatchining mashg'ulotlari ko'pdir. Mashg'ulatu hazal xodimi kathiratun. Bu dangasa kishilarning mashg'ulotlari ozdir. Mashg'ulatu haula'ir rijalil kusala qalilatun. Sizning mashg'ulotlaringiz ko'pdir. Mashg'ulatukum kathiratun. Bu mashg'ulot yengildir. Hazal mashg'ulu sahlun yoki hazal amalu sahlun. Anavu ish qiyindir. Zakal amalu sa'bun yoki asirun. Bu kishining ishlari chiroylidir. A'malu hazar rajuli jamilatun yoki hasanatun. Anavu kishining ishlari xunukdir. A'malu zakar rajuli qabihatun. Bu gazetalar forschadir. Hazihil jaraidu farisiyatun. Anavu gazetalar arabchadir. Tilkal jaraidu arabiyatun. Men bu turkcha gazetalarni o'qidim. Ana qara'tu hazihil jaraida turkiyata. Sen anavu arabcha gazetani o'qidingmi? Hal qara'ta tilkal jaridatal arabiyata? Yo'q, o'qimadim. La ma qara'tuha. Bizning shaharlarimizda turkcha gazetalar ko'pdir. Fi biladina al-jaraidu turkiyatu kathiratun yoki al-jaraidu turkiyatu fi biladina kathiratun. Agar jiddanni qo'shib qo'ysangiz juda ko'pdir bu. Siz arabcha gazetalarni so'zlarini angladingizmi? Hal fahimtum aqwalal jaraidil arabiyyati? Angladik, fahimna, tushundik degan ma'noni anglatadi. Fahimna, tushundik, angladik. Bu xabar juda qiziqdir. Hazal xabaru ajibun jiddan. Sizning tilingiz turkchadir. Lug'atukum turkiyatun. Bizning tilimiz arabchadir. Lug'atuna arabiyatun. Kishilarning ba'zilarining tillari turkchadir va ba'zilarining tillari arabchadir. Lug'atu ba'dir rijali turkiyatun va lug'atu ba'dihim arabiyatun. Men bu gazetada juda qiziq xabarlarni o'qidim. Ana qara'tu akhbaran ajibatan fi hadhihi al-jaridati. Bu turkcha gazetada qiziq xabarlar ko'pmi? Halil akhbarul ajibatu kathiratun fi hadhihi al-jaridati turkiyati. Naam. Ha juda ko'pdir. Naam kathiratun jiddan. Bizning tilimiz yengildir. Lug'atuna yasiratun. Sizning tilingiz qiyindir. Lug'atukum asiratun. Ba'zi kishilarning tillari yengildir. Lug'atu ba'dir rijali sahlatun. Ana bu so'z forschadir. Tilkal kalimatu farisiyatun. Bu jumla juda qisqadir. Hazihil jumlatu qasiratun jiddan. Ana bu jumla uzundir. Tilkal jumlatu tawilatun. Chiroyli bu kishining so'zlari ajoyibdir. Kalimatu hazar rajuli ajibatun. Chiroyli so'zlar yaxshidir. Al kalimatu tayyibatu jayyidatun yoki hasanatun. Sening ishing yengildir. Amaluka yasirun. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Arab tili grammatikasidan mening onlayn darslarimga qatnashmoqchi bo'lsalaringiz, Telegramning poisk degan joyidan kichkina harflarda arab tili pastki chiziqcha onlayn 25 profiliga murojaat qilishlaringiz mumkin.
Sizning ishingiz, ya'ni sening ishing yengildir. Amaluka yasirun. Mening ishim qiyindir. Amali asirun. Alining ovozi chiroylidir. Savtu aliyin jamilun yoki hasanun. Xolidning ovozi xunukdir. Savtu Xolidin qabihun. Zaydning kiyimi chiroylidir. Libasu Zaydin jamilun. Bakrning kiyimi xunukdir. Libasu Bakrin qabihun. Yulduz gazetasi mashhurdir. Jaridatu yulduza mashhuratun.